Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bundan oldingi qo'ygan videom prosmotrlari juda ham yaxshi ko'rilgan. Bu mavzu hech kim e'tibordan chetda qolmaydi degan umidda edim va adashmagan ekanman. Menimcha hech kim befarq emas. Bu probkalarimizga qanaqa bir holatga tushib qolyapti, bu nimalar sabab bo'layotganligini menimcha qiziqib ko'ribsizlar, layklagan bosilgan. Hammanglarga kattakon rahmat. Men yana bugun o'sha ko'chalardan yurdim. Ish yuzasidan mijozlarimni eltib qo'yish maqsadida va yana e'tibor berdimki, o'zim ham bu videodan kelgan o'zgarish juda ham katta. Menimcha hamma ko'rgan, buni inspektorlarimizdan ko'rishgan bo'lsa kerak. O'zligiga yo'l to'g'ri xulosa chiqarishgan yoki bilmadim. Balkim boshqalaridan qanaqadir zamechani eshitishgan bo'lishligi ham mumkin. Shunga bugun yana bir video sizlarga o'shani davomi, qanchalik o'zgarish bo'lgan, bo'lmagan, shuni birgalikda ko'rib o'tamiz videoda. U kundagi 27-dekabrda bo'lgan bo'lsa, bugun ro'parasi 2 kundan keyin o'sha yo'ldan o'tamiz va xuddi o'sha men bilan suhbat olib borgan inspektor chorrahada xizmat olib borayotganlarini guvohi bo'lasizlar va undan tashqari yana bir boshqa mustaqillik yo'lidagi holatni ham ko'rsatib o'taman. Qani bo'lmasam birgalikda ko'ramiz videoni. Avvalgi safar bu yerda 4 daqiqa 5 marta qizil yonib o'chganda o'tgan bo'lsak, bu safar mana ko'rishingiz mumkin. 1 marta adashmasam yoki 2 marta qizil yonganda o'tganmiz. Ya'ni 1 daqiqada o'tib ketganmiz. Vaqtlarga qarab tursanglar, mana bu yerda inspektor ishlayaptilar. Aynan o'sha kunda suhbat olib borilgan. Inspektor mana tez o'tib ketsa bo'lar ekan, agar hamma o'zini ishini o'z vaqtida bajarsa. Bu yerda men nimaga videoni davomli qilib uzmasdan olib ketyapmanki, men o'zimni ishimni qilib yurganimni ham qisman ko'rsatib o'tgim keldi. Chunki har xil tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Aynan shu gaylarni orqasidan kamchilik qidirib yurmayotganligimni isboti uchun. Bu yerda mana yo'lovchimni tushirdim. Keyingi zakazimga ketyapman. Mana bitta burilishda turibdilar, bilmadim belgilar yo'q. Bu nima qilyaptilar bu gay xodimi? Mayli, ularning ishiga xalaqit kelmadi. O'zimning ishimda davom etyapman bu yerda. Mana keyingi yo'lovchiga kelyapman. Ko'rishingiz mumkin o'ng tomonda. Turgan mana ayol kishini olib bu yerda ishimda davom etyapman. Shunchaki ruscha aytganda попутик o'zimning ishimni ham va ko'chadagi kamchiliklarni yoritib ko'rsatib o'tyapman bu yerda. Xo'p, mana bu yo'lovchini Mustaqillik ko'chasi bo'ylab hozir olib o'taman. Ya'ni bu yo'lovchini poytaxt savdo markaziga olib ketyapman. Hozir mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi bu ikkinchi holat. Bu bugungi holat. Endi vaqtga qaraysizlar bu yerda. Yana video registratori soatiga, ya'ni vaqtiga. Bu yerda ham xuddi o'sha kundagidagi 5-6 adashmasam 7 daqiqa turganman. Ya'ni chapga qo'shimcha seksiyaga turibman. Qo'shimcha burilish qatorida turibman. Chapga yurishim kerak. Bu yerda T obrazka bilasizlar, svetofori. Bu yerda ham ko'p tirbandlik yuzaga keladi. Hozir bu videoni davomini oxirigacha ko'rsanglar, bu yerda nima holat bo'layotganini ya'ni ko'rsatib o'tganman. Mana o'sha adashmasam 3 marta qizil yonib o'chdi bu yerda. Shotgacha bo'lgan vaqtda. 4-chi yo 5-chi adashmayotgan bo'lsam. Video registratorda endi uzoqdan uncha yaxshi ko'rinmaydi. Yaqinlashtirib ko'rish mumkin. Burilyapmiz yashil yonida chapga. Endi burilib bo'lganimizdan keyin yana 100 metrdan keyin bu yerda svetofor bo'ladi. Ya'ni chorraha, kichkina chorraha. Mana уже boshlandi tirbandlik. Hali oxirigacha burilib bo'lmasligimizdan. Bu yerda nimaga tirbandlik bo'lyapti desanglar, yaxshilab kuzatishingiz mumkin. Svetofor nosoz holatida. Ozgina tezlashtirib olib keldim. Bu yog'iga mana o'zini
tezligida turibdi kadr. Ya'ni bu yog'iga tezlashtirilmagan. Ko'rishinglar mumkin qanaqa ishlayotganini svetoforni. Bu choraxaga menimcha yuborilgan yo'l-patrul inspektor xodimlari chetda turishibdi, nima qilishyapti bilmayman. Bitta labo shopiri bilan, ya'ni shopiri telefonida gaplashib, unga ruxsat berib yuborishdi, qo'yib yuborishdi. Ya'ni bilmadim, laboni xo'jayini bilan gaplashishdi, nimanidir hal qilishdi, lekin chetda ko'rishibdi. Vaziyatga, probkaga, choraxaning tirbandligiga e'tibor bermasdan, bepisandlik bilan, mas'uliyatsizlik bilan ish yuritishayotganini ko'rishinglar mumkin. E'tibor uchun hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat.